continuous zamanları ish halining belgili bir vaqtga qadar davom etuvini ko'rsatadi. Ayrilib turuvi ing degan qo'shimcha qo'llanila haligi zamonda ham shusha ing qo'shimchasi jumlada ish halining davomli bo'luvini ko'rsatadi. Present continuous hozirgi davomli zaman. Bu zaman haligi vaqtda bora turgan ishlar turida so'ylaydi, ya'ni ish halining davomli bo'luvini ko'rsatadi. Grafikdan ko'ringancha, mana hozirgi zamonda kichkinagina to'lqin bor. U to'lqin naqda ish halining davomliligini ko'rsatadi, ya'ni davomli bo'luvini anglatadi. Present continuous'ning yasalishi shunday. In boshda subyekt bora. Agarda subyekt I degan almashliq bilan bildirilsa, u almashliqdan so'ng biz am degan yordamchi so'zni qo'llanamiz. Agarda ikkinchi zot almashligi bilan boshlansa subyekt, masalan you, we, they, ulardan so'ng are degan yordamchi so'z qo'llanamiz. Subyekt he, she, it, ya'ni ikkinchi zot almashliqlari bilan boshlansa is degan yordamchi so'z keladi. Shundan so'ng tub fe'l ham fe'li bizga ing degan qo'shimcha yolg'ana. Hozir misollarga ko'shik. She is making chak-chak now. U ali shak-shak hazırlay. Ya'ni haligi vaqtdagi borgan proses, ish ham u davomli. She ikkinchi zot almashligi, shunga ko'ra biz is degan yordamchi so'zni qo'llanamiz. Tub fe'l make yosarga ham shusha make degan fe'lga ing qo'shimchasi yolg'ana. Ikkinchi misol, I am walking around Kazan now. Men ali Qozonda yurim. Ya'ni haligi prosesni, haligi ishni ko'rsatadi. I u birinchi zot almashligi, shunga ko'ra biz am degan yordamchi so'zni qo'llanamiz. Onlari tub fe'l walk yururga ham walk so'zini ing qo'shimchasini yolg'aymiz. Past continuous o'tgan davomli zaman. Ismidan anglashilgancha, demak o'tganda davom etgan ishlar turida so'z bora. Grafikdan ko'ringancha, shulay kichkina to'lqin bilan biz davomli ishni belgilaymiz, ham u o'tgan zamonda bo'lgan haligi davomli ish. Past continuous'ning yasalishi boshda subyekt keladi. Agarda subyekt I degan birinchi zot almashligi bilan boshlansa, ondan so'ng was degan yordamchi so'z keladi. Agarda subyekt ikkinchi zot almashliqlari bilan boshlansa, masalan you, we, they, ulardan so'ng were degan yordamchi so'z qo'llanamiz. Ham he, she, it bilan boshlansa, ulardan so'ng biz shulay was degan yordamchi so'zni qo'llanamiz. Onlari bizning tub fe'l keladi, ham tub fe'li bizga ing qo'shimchasi yolg'ana. Misollar: I was making chak-chak at 3 p.m. Men soat 3da shak-shak hazırlay edim. Demak, o'tgan vaqtda soat 3da nindidir davomli ish bo'lgan. Men shak-shak hazırlay edim. I subyekt, was yordamchi so'z, make tub fe'l, ham tub fe'lga biz ing qo'shimchasini yolg'adik. Ikkinchi misol: They were walking around Kazan all day. Ular kuni bo'yina Qozonda yurdilar. Demak, o'tganda kuni bo'yi nididir uzun davomli ish bo'lgan, Qozonda yuru prosessi bo'lgan. They ikkinchi zot almashligi, ikkinchi zot almashligidan so'ng biz were degan yordamchi so'z qo'llanamiz. Shundan so'ng tub fe'l walk yururga ham shusha tub fe'lga ing qo'shimchasi ustaladi. Future continuous kelajak davomli zaman. Ya'ni bu zaman kelajakda nindidir davomli ishni ko'rsatadi. Grafikdan ko'ringancha, to'lqin bilan biz
нәктә дәвамлы эшләрне билгелейбез, һәм ул киләчәк заманында күрсәтелгән. Future continuous'ның ясалышы иң башта субъект килә, субъекттан соң will be дигән ярдәмче сүз, ярдәмче сүздән соң төп фигыль һәм шушы фигылгә шулай ук ing дигән кушымчаны ялгыйбыз. Мисаллар. I will be making check next week. Мин икенче атна чәк ясый торган булам. Ягъни икенче атнада ниндидер дәвамлы киләчәктә озын процесслы эш булачак. Мин чәк әзерләячәкмен. I субъект, will be ярдәмче сүз, make төп фигыль ясарга һәм шушы make сүзенә ing кушымчасы өстәлгән. Икенче мисал. We will be exploring Kazan next month. Без икенче айда Казанны өйрәнә торган булабыз. Ягъни шулай ук киләчәктә ниндидер дәвамлы эш, без Казанны өйрәнә торган булабыз. Зур процесс күрсәтелә киләчәктә. We субъект, will be ярдәмче сүз, explore өйрәнү, ниндидер ачышлар ясау һәм шушы төп фигылгә ing кушымчасы өстәлә.